Abdulhamid, nimaga xomushsan do'stim? Do'stim, xomushligim sababi ertaga shu yerga kelishligimni bilsam, itlarim jimirab ketyapti. Boyam, kambag'alam, faqiram hammamiz shu yerga kelamiz. Hammamiz. Shuning uchun bir-birimizni aldamaylik. Hammaga yaxshilik qilaylik. Yaxshilik qilish qo'limizdan kelmayaptimi? Yomonlik qilmaylik, tamom, yaxshi bo'ladi. Qara do'stim, hech kim yig'olmaydi. Otamiz ham, onamiz ham, akamiz ham hech kimni saqlab qola olmaydi. Hammamiz shu 2 metr joyga kiramiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bismillahirrohmanirrohim. Murat Abdulla qayda? O'g'lim Muhammad Sultonda boqsa istayapti-da, o'g'lim. Shundan o'ylanaman-da do'stim, shundan o'ylanaman, shundan diqqat olaman. Ertaga qarzimiz bilan kimnidir ichini og'ritib qo'yib, mana yerga kelib yotishimizni o'ylasam, ko'zimga yosh kelyapti boshimdan. Uchun shu turpoq hammamizni chorlaydi bir kun. Mayliga. Ungacha Mayliga. yaxshi inson bo'lishimiz kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.